Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hammaga kanalimizga a'zolar. Qo'y boqish uchun yaxshi bir zotdor qo'y bo'lishi shart emas aslini olganda, faqatgina sal qo'chqarni yaxshirog'ini olish kerak. Mana bu qo'zimiz ham mana. Qaranglar. Mana 3 oyga yetib qoldi, lekin savlati katta qo'ylardagidek qilib qoldi. Ana enasini qaranglar, enasini. 3 oylik qo'zi. 3 oylik qo'zi mana enasi bilan qanaqa ahvolda turibdi mana. Faqat qo'chqar sal yaxshiroq bo'lgan zotdor. Shuni hisobigagina mana shunaqa katta bo'lib ketgan qo'zilar. Mana qo'ylarimiz mana tug'ib. Mana men sizlarga hozir mana bu qo'zini enasini ko'rsataman. Mana bu enasidan uzoqda yuribdi. Shuni hisobiga. Shu qo'zini enasi mana qo'chqarcha. Qo'zini enasi mana qaranglar. Bu ikkita qo'yni o'rtasida turibdi. Shu qo'chqarcha yaxshiroq bo'lgan. Mana bu qo'zlarimiz 2 oylik. Mana buni enasini qaranglar. Bu 3 oylik qo'zi bilan ozginagina farqi bor. Mana solishtirib olishinglar uchun. Qo'chqarni yaxshisini qo'shinglar, inshaalloh Alloh barakasini beradi.